qadriyatimizga binoan hozir eng aktiv magazin sotuvchilariga, eng aktivlariga bizni yangi chiqqan to'g'ri tushonkamiz bilan futbolka beramiz. Orom bozorida eng aktiv magazin egalariga to'g'ri tushonkamizdan berib ketamiz. Buni sotuvga emas, o'zlari iste'mol qilib ko'rishlariga. O'zi iste'mol qilib ko'rib sotgan baribir boshqa narsa, chunki iste'molchiga ham bemalol ma'lumot bera oladi. Men shunaqa fikrdaman. Nima deysizlar? Aka, mana shu yangi partiya mahsulotimiz, bu to'g'ri go'shti, ichi faqat lahmdan iborat bo'ladi. Bu magazinimiz endi randomli. Ano shuni tanladik, shuni kirdik. Mahsulotimiz bormi yoki yo'qmi bilamiz hozir. Mana mahsulotlarimiz. Chinasi bor. Demak, bizning mahsulotlarimiz randomli tanlab kirganimizda marketlarimizda bor. Kichkina bo'lsa ham aka,